Mamlakatimizda sport sohasini rivojlantirish, yoshlarni sog'lom turmush tarziga keng jalb etish borasida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, velosport yo'nalishida tashkil etilayotgan nufuzli musobaqalar yurtimiz sport salohiyatini xalqaro maydonda keng namoyon etishga xizmat qilmoqda. Shu yilning 10-11 may kunlari Namangan viloyatida sportning velosport turi bo'yicha an'anaviy Grand Prix Namangan xalqaro turniri yuqori saviyada tashkil etildi. Musobaqa Namangan viloyati yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan sport maktabining Velotrek bazasida bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli xalqaro musobaqada Belarus, Hindiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya, Ozarbayjon hamda yurtimiz sportchilari ishtirok etdi. Hozir mana 10 ga yaqin davlatlardan yaxshi sportchilar yig'ilgan va albatta o'zimizda terma va o'sha viloyatlardan jamoalar ishtirok etyapti. Tashkiliy masalalar yaxshi tashkil qilingan. Musobaqa endi o'ziga xos o'tyapti. Chunki faqat Osiyo emas, bu yerda Yevropa davlatlaridan ham Belorussiya, Ozarbayjon, Turkiyadan sportchilar ishtirok etyapti. O'ziga xos musobaqa bo'lyapti va shularning ichidan harakat qilib, mana bizning sportchilarimiz ham medallarni qo'lga kiritishyapti. Oltin, kumush, mana bugun hozir bronza medallari ham bo'ldi. Musobaqa yaxshi, yildan yilga rivojlanib boryapti. Maqsad bitta, asosan bu yil bo'ladigan Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik va kelgusida shu xalqaro musobaqalar orqali tajriba orttirib, kerakli o'sha reyting ochkolarini yig'ib, Los Anjelesda bo'ladigan Olimpiya o'yinlariga harakat. Mana hozir mana shu yerda O'zbekiston terma jamoasidan ishtirok etayotgan sportchilarimiz, erkaklar ham, ayollar ham o'sha hammasi kelgusida Los Anjeles Olimpiadasiga tayyorgarlik ko'rayotgan sportchilar. Ну, во-первых, прекрасная погода, несмотря на вчерашний. Birinchidan ob-havo juda ajoyib. Biz musobaqani ko'tarinki kayfiyatda boshladik. Tashkilotchilar va hakamlarga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Musobaqaga puxta tayyorgarlik ko'rilgani har bir jihatda sezilib turibdi. Velo maydon ko'p yillardan buyon nufuzli musobaqalarda mezbonlik qilib kelayotganiga qaramay, uning holati juda yaxshi saqlangan. Umuman olganda bugungi bellashuvlar yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Avvalo O'zbekiston Velosport Federatsiyasiga katta rahmat aytaman. Hakamlar ham o'z vazifalarini professional darajada bajarishmoqda. Baholash jarayonida adolat va mas'uliyat ustuvor bo'layotgani quvonarli. Albatta sportda kimdir kuchliroq, kimdir biroz kuchsizroq bo'lishi mumkin, ammo buni xolis baholash katta mas'uliyat talab qiladi va bugungi musobaqada aynan shunday yondashuvni ko'ryapmiz. Ushbu sport turi Olimpiya o'yinlari dasturidan ham o'rin olgan bo'lib, bugungi kunda dunyo miqyosida keng ommalashgan sport yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Musobaqa jarayonlari qizg'in va murosasiz bahslarga boy tarzda kechdi. Velotrek yo'nalishida o'tkazilgan bellashuvlarda professional sportchilar bilan bir qatorda yosh iste'dod egalari ham faol qatnashib, tomoshabinlarga qiziqarli va murosasiz bahslarni taqdim etdilar. Namangan viloyatida bo'lib o'tayotgan xalqaro turnirda bugun nufuzli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Raqiblarimiz juda ham kuchli. Bugungi natijamdan juda ham qoniqdim deb ayta olmayman. Baribir ham har bitta sportchi shohsupada eng yuqori o'rin olgisi keladi. Yana oltinga yetmay qoldi. Shuning uchun shukurlikka tushmasdan astoydil harakat qilib, keyingi musobaqalarda birinchiliklarni qo'lga kiritamiz degan umiddamiz. Keyingi musobaqalarimiz Qozog'iston davlatining Ostona shahrida bo'lib o'tadi. U ham Velotrek bo'yicha. Umid qilamizki, shu nufuzli musobaqalarda chet elda yurtimizning sharafini himoya qilamiz. Velosport bu juda ham texnik tomondan qiyin sport turi bo'lib, juda ham katta chidamlilik, tezlikni, undan tashqari diqqatni hammasini bir jumlada olib borish kerak. Hozirda Velotrek bo'yicha musobaqa olib bormoqdamiz. Undan tashqari velosportning yana bir nechta turlari bor. Bu trek, shosse, mountain bike, BMX. Bu eng tez turlardan hisoblanadi Velotrek. Har bir yo'nalish bo'yicha bahs yakuniy natijalariga ko'ra birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan g'olib va sovrindorlar O'zbekiston Velosport Federatsiyasi mas'ullari tomonidan medallar bilan taqdirlandi. Yana bir muhim jihati, ushbu musobaqada Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun ochkolar to'plash imkonini beradi. Mazkur xalqaro turnirning Namangan viloyatida tashkil etilgani hududda sport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, xalqaro musobaqalarni yuqori saviyada qabul qilish borasidagi imkoniyatlar tobora kengayib borayotganidan dalolat beradi.